Assalomu alaykum, Barakat kanalining obunachilari, bizga kuzatib borgan ko'p bo'lsin. 2025-yilda nomlarga quyosh panelini qo'yish nisbiy tushishini hozir sizlarga obzor qilib bermoqchimiz. O'zimiz mana quyosh panel o'rnatyapmiz. Mana pastdagi seximiz bilan. Hozir ustagadan ma'lumotni olamiz. Hozir so'rayman. 2025-yilda mana quyosh panellar qo'yish nisbiy bo'ladi. 5 kilovat 25 million bo'ladi. CTV'lari 10 kilovatlar 45 million. Ozmoz shu beramiz. Kim arzonroqlari ham bor undan. Klientning sharoitiga qarab qo'yib berilaveradi. Buni har xili bor. Donasi, mana panellarimiz donasi $100, $67, $75 bor. Nimalarimiz ham, investorlarimiz ham har xillari bor. Kelsa, shularni tanlaganiga qarab narxini chiqarib berilaveradi. O'rnatib berasizlar? O'rnatib berishi hamma yo'g'i ichida. Hech narsa qilmay yurgizib, sotuv tizimlarini hamma yo'g'ini yoqib berishlarimiz bilan 45 million. Endi eng yaxshilarini aytyapman. 25 million, 5 kilovat, 10 kilovat 45 million. Endi unga qarab 3 kilovat, 2 kilovat deydiganlari bo'ladi. CTV gibridlari bo'ladi buni. Har xil firmalari bo'ladi. Nimalarni ham, panellarni ham, ana investorlarni ham, ularning tanlashiga qarab qilib berilaveradi. Xolasa kredit asosida ham qilib berilaveradi. Akamizning nomerini qo'yamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Mana juda o'rnatgan. Rahmat, obuna bo'lishni unutmang.